alaykum aziz obunachilar. Yine eshiklarimizni Qo'shko'pir Axunboboy Shixa ustanib ketdik 3 eshigimizni. Ko'rib kuzatib boraverasizlar. 2-2 1,5 eshiklarimiz oyma variantda. 4 pullab original zamokdan. Arkalari bilan arkalari dabor bo'ldi. 1,5 eshigimizda arkasi dabor bo'ldi. Ikkalari daborsiz. Ko'rib kuzatib boraverasizlar. Corona Suite Matvidan ishlandi. Bitta ishlarimiz. Kime shunday ishlar kerak bo'lsa, murojaat etaverasizlar, xudo xolasa. Yetib boraveramiz. Sog' bo'ling, boy bo'ling.